Tongda Allohga tasbih aytish. Odatda kim ko'proq amal qilsa, kattaroq savob oladi. Bu aksar zikrlar borasida ham ta'kidlangan holat. Chunki Alloh azza va jalla bizga o'zining zikrini ko'paytirishni buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kathira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Ahzob surasi 41-oyat. Shu bilan birga ummatga mehribon bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayni o'rinda ham o'zi oz, bajarilishi tez, lekin uzoq vaqtlik ibodatga teng keluvchi kalimalarni o'rgatdilar. Mo'minlar onasi Juvayriya bint Xoris roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ertalab bomdod namozini o'qib bo'lgach, uning oldidan tashqariga chiqib ketdilar. U namoz o'qigan joyida zikr qilib o'tirgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam choshgoh vaqti quyosh chiqqandan keyin qaytib kirganlarida ham u o'sha joyda zikr qilib o'tirgandi. Shunda oldingdan chiqib ketganimdan beri shu holda o'tiribsanmi deb so'radilar. Ha dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Men sening oldingdan chiqib ketganimdan keyin 4 ta kalimani 3 marta aytdim. Agar bu kalimalar sen ertalabdan beri aytgan zikrlarga solishtirilsa, vazni og'ir keladi. Bu quyidagi kalimalardir: Subhanallohi va bihamdihi, adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh pok hamda yaratgan narsalarning soni, nafsining roziligi, arshining vazni va kalimalarning siyohicha bo'lgan hamd unikidir. Muslim rivoyati. Ushbu bir nechta kalima hech qancha vaqtimizni olmaydi. Shunday ekan, har kuni ertalab bu kalimalarni 3 martadan aytishga odatlanaylik.